Yili 2025 bo'lsin, 10 ming kilometr atrofida yurgan bo'lsin, hamma navorotlari qilingan bo'lsin, kraskasi top-toza bo'lsin deyotganlar uchun ajoyib Zikr 001 kelib qoldi. Ichingiz bo'layya, qarang, har doim ham chiqavermaydi bunaqasi. 2025 ga 2025 Zikr 001 da U pozitsiyasi, xo'p, qora rangda oldi mordalar, poni broneplyonkalar qilingan, polni oldi orqa obves botiketlar qilingan, polni nakpaketlar qilingan qizil supertlarda o'zi oranjeviy chiqadi. Shuni o'zi ham dopoksiyada falon pullik qizilga o'zgartirilgan. Perforatsiyalik apon diskalarni o'zi ham qorayetilgan. 22 diska bolalar 3 sekundda yuzga chiqayotgan Zikr 001 bu. 789 soat kuchi bor, 100 kilovatlik batareyka. Двойной pnevmopodiskada eshiklari o'zi ochilib, o'zi yopilib, krugoy tonirovkalar qilingan, ruxsatnomalargacha bor. Noldan O'zbekistonda minilgan mashina akalar. Salonini ham go'zalligini qaranglar. Tiyomni siniga oq aralashtirilgan hijob displey, abduf, abagriv massaj, 8842 kilometr masofani bosib o'tibdi. 4 ta barmoq bilan sirasanglar ekran qayriladi. Mashina aytganimdek full haydashga tayyor. Hozir ham yangisini topsanglar 51 ming, atak 50 ming ham topsanglar bo'ladi. Pul kerak uchun zarla sotib bo'lsa, lekin buni narxi mana shuncha qilingan navorot ishlari bilan egasini 48200 ga ko'ndirib qo'ydim. Gazoviy panoramalari orqasiga spoilerlargacha qo'yilgan tayyor mashina. Hozir ham yangisini 50 mingga topdingiz ham deylik. 3-4 ming dollar rasot qilasiz. 53-54 mingga tushadimi? Ruscha qildirasiz, balobatlar vaqtingiz ketadi. Ovoring 48200 ga ko'ndirib qo'ydim. Top-toza o'zimiz garantiya beramiz mashinaga. Pastda raqam qo'yaman. Bemalol baraka qilib xarid qilib olinglar. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.